Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun g'ishtlarimizni Marhamat tumaniga olib kelib berdik. Marhamat sentri atrofiga. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu urilgan g'ishtlar deb o'tgan yili olib kelib berganmiz. Bu holatda o'tgan yillar mana davomini olib kelib beryapmiz. Mana ovozini eshitib turibsizlar. Ovozidan bilsa bo'ladi. G'isht qanaqa yaxshi pishgan, yaxshi pishmaganligini. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, marhamat atrofida bemalol mumkin. Ovozlaridan bemalol yaxshi pishgan, pishmaganligini, mana holatlarini bemalol bilib ko'rib, kelib ko'rib, bagasizlarang bo'ladi. Bemalol holatlarni ko'rsatishlar. Ikkinchi etajgacha u orada ozgina g'isht boshqaligi bilinib turibdi. Boshqa zavoddan kelgan ekan. Ozgina sho'ri chiqib qo'ygan. Mana ichkaridagi holatlarni ko'rsatib beraman deyarli. Sho'ri chiqmagan hammasini o'zimiz olib kelib berganmiz. Bunga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Endi oz-moz chiqish ehtimoli bo'ladi baribir hamma g'ishtda. Biznikidan ham chiqqan, lekin deyarli sezilarli darajada emas, bemalol qurilishni davom ettirib ketadigan darajada holat. Endi oz-moz chiqish ehtimoli bo'ladi endi havasda. O'tgan yil urilgan mana. Bunga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Faqat Quva, Marhamat atrofidagilar bemalol kelib ko'rsalar bo'ladi. Asaka